YouTube kanalini qanday rivojlantirish mumkin? YouTube servisi biznesingizda qanday foydali bo'lishi mumkin? Endi YouTube foydalanuvchilar uchun shunchaki ko'ngilochar platforma emas. Odamlar ma'lumot qidirishadi, jumladan tovar va xizmatlar haqida ham. Shuning uchun kanal yaratish va uni rivojlantirish biznesni rivojlantirishdagi mantiqiy qadamdir. YouTube algoritmlari qanday ishlaydi? Algoritmlar har bir foydalanuvchining so'rovlariga mos videolarni saralab beradi. YouTube ko'plab omillarni hisobga oladi. Obunalar, ko'rishlar, layklar soni, dizlayklar, izohlar. Shuningdek, videoning sifati, mashhurligi va boshqa omillar ham hisobga olinadi. Murakkab filtrlash tizimi foydalanuvchilarga maksimal darajada qiziqarli videolarni taqdim etishga yordam beradi. Video e'lon qilingach, dastlab kichik auditoriyaga chiqadi. Tomoshabinlarga yoqsa, ko'proq odamlarga ko'rsatiladi. Auditoriya qanchalik ko'p ijobiy munosabat bildirsa, videoning tavsiyalarga tushish ehtimoli shunchalik oshadi. Ommabop bo'lmagan videolar esa dastlabki bosqichdayoq saralanib chiqib ketadi. YouTube'da qanday kontent bor? Bugungi kunda kontent uchun deyarli cheklovlar yo'q. To'liq metrajli videolar yoki qisqa videolarni suratga olish, istalgan mavzuni tanlash, hatto podkastlar yozib ularni YouTube'dan YouTube Music servisiga joylash mumkin. Quyida ko'plab izohlar va fikrlar yig'adigan mashhur mavzularni aytib o'taman. Kino sharhlari, turli tadbirlardan reportajlar, mahorat darslari va turli mashg'ulotlar, ta'lim kontenti, hayvonlar haqidagi videolar, servislar sharhlari, avtomobil mavzusi, mahsulotlar, tovarlar yoki merch taqdimotlari, xaridlarni ochish, ya'ni unboxing, mashhur shaxslar bilan intervyular, jumladan mahalliy darajadagisi ham bo'laveradi. Sayohatlar va amaliy tavsiyalar beruvchi videolar, hazilning turli ko'rinishlari, mini seriallardan tortib to stand-uplargacha. Turli auditoriyalar uchun psixologik tavsiyalar, retseptlar va onlayn pazandalik, neyrotarmoqlar va sun'iy intellekt imkoniyatlarini namoyish etish. Va oxirgisi moda yo'nalishlari va uslub bo'yicha darsliklar. Bu odamlarni qiziqtiradigan mavzularning kichik qismi xolos. Kanal g'oyasi qanchalik noodatiy bo'lsa, raqobat shunchalik kam va foydali segmentni egallash imkoniyati shunchalik katta bo'ladi. YouTube kanalini qanday targ'ib qilishni boshlash mumkin? Kishi o'z kanalini targ'ib qilishni boshlash uchun juda ham ko'p imkoniyatlar mavjud. Eng to'g'ri yo'l bir nechta vositalarni birgalikda qo'llash. Shunda natija kafolatlanadi. Shu bilan birga muvaffaqiyatli kanal yaratish uchun sinovdan o'tgan samarali algoritm ham mavjud. Birinchisi, maqsadli auditoriyani aniqlash. Erkaklar va ayollar turli mavzularni tomosha qilishadi. 20 yoshli qiz va 45 yoshli ayol bu mutlaqo boshqa kontent degani. Ikkinchidan, sifatli kontent yaratish. Auditoriyani jalb qilish uchun video qiziqarli va foydali bo'lishi shart. Uchinchisi, kanal va videolarni optimallashtirish. Kanal tavsifi va videoni SEO orqali moslashtirish videoni qidiruvda ko'rinishiga va tavsiyalarga chiqishga yordam beradi. To'rtinchisi, ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish. Beshinchisi, boshqa kanallar bilan hamkorlik. Reklama xarid qilish yoki barter orqali boshqa mashhur kanallar bilan hamkorlik qilish auditoriyani kengaytiradi. Oltinchisi, obunachilar bilan muloqot. Odamlar o'z fikrlarini qadrlanishini bilishni xohlashadi. Izohlarga o'z vaqtida javob berish auditoriyani sodiqligini oshiradi. Esingizda bo'lsin, kamtar sotuvchining daromadi ham kam bo'ladi. Yettinchisi, videolarni muntazam chiqarib borish. Tomoshabinlar qiziqishini saqlab turish uchun yangi videolarni tizimli ravishda joylab turish kerak. Sakkizinchisi, YouTube analitikadan foydalanish. Qaysi videolar ko'plab auditoriyaga yoqishini bilish uchun statistikani muntazam tahlil qilib turish kerak. 9-si, YouTube servisida reklama. Agar budjet imkon bersa, yangi tomoshabin va obunachilarni jalb qilish uchun platformaning o'zida reklama yoqish samarali usul. YouTube kanalini rivojlantirish vaqt va kuch talab qiladi. Auditoriyani jalb qilish uchun sifatli kontentni sabr bilan yaratish va uni muntazam e'lon qilib borish kerak. Nega kanalni targ'ib qilish uchun kontent reja juda ham muhim? Har qanday muvaffaqiyatli kanal maqsadsiz bo'lishi mumkin emas. Kanal nima uchun yaratilganini aniq tushunish kerak.
Aks holda vaqt va mablag'ni behuda sarflash, charchash va kanalni tashlab qo'yish xavfi juda ham yuqori. Bu ishda sizga kontent reja yordam beradi. Kontent reja jamoa ishini rejalashtirishdan boshlanadi. Qo'yilgan vazifadan kelib chiqib, har bir xodim nima ish qilishini va qachon qilishini bilib turadi. Keyingisi nashrlarning muntazamligi. Bu kontent tuzilmasini belgilaydi va videolarning chiqish ketma-ketligini kuzatishga imkon beradi. Keyingisi kontent muvozanatli ekani. Vaqt oralig'i qanchalik keng bo'lsa, ayni damda kanal qaysi kontentga muhtojligini bilib olish oson bo'ladi. Kontent reja kanal bilan ishlashni ancha oson va aniq qiladi. Optimal kontent reja quyidagilarni o'z ichiga oladi. Birinchisi mavzular. Roliklarning mavzusi. Ideal reja yarim yilga. Ikkinchisi qisqa mazmun. Videoda nima bo'lishi kerak? Qisqa ssenariy rolikni suratga olishda vaqtni tejaydi. Uchinchisi kalit so'zlar. SEO uchun ustun. To'rtinchisi videolarni joylashtirish jadvali. Aniq jadval strategiyaga rioya qilishga yordam beradi. Beshinchisi natija. Tahlil qilish uchun material. Bu ustun qaysi videolar samaraliroq bo'lganini tushunishga yordam beradi. YouTube kanalini qanday optimallashtirish mumkin? Nega ayrim videolar millionlab ko'rishlar yig'adi, boshqalari esa e'tiborsiz qoladi? Hamma gap optimallashtirishda. E'tiborga olish kerak bo'lgan bir nechta omillar bor. Birinchisi SEO optimizatsiya. Yandexning WordStat servisidan foydalanib, qidiruv natijalarida rolikning ko'rinishini yaxshilaydigan so'zlardan foydalanish kerak. Ikkinchisi kanal dizayni. Uslub, yorqin va esda qoladigan shapka, ya'ni muqova dizayni, mazmunli tavsif va boshqa tafsilotlar obunachilarning e'tiborini jalb qiladi. Uchinchisi videoga subtitrlar qo'shish. Subtitri bor videolar obunachilar tomonidan osonroq qabul qilinadi. To'rtinchisi auditoriya faolligi. Ko'p like, sharh va repost yig'adigan videolar kanalni yuqoriga chiqarishiga yordam beradi. Beshinchisi auditoriya bilan muloqot. Izohlarga javob bermasangiz, odamlar o'zlarini qadrsizlangandek his qilib kanaldan ketishlari mumkin. Shuning uchun faollikni qo'llab-quvvatlash va fikr-mulohazalarga javob berish juda ham muhim. Oltinchisi tahlil. Kanalni muntazam ravishda tahlil qilib borish muhim. YouTube servisidagi rolik qanday bo'lishi kerak? YouTube bu ham ijtimoiy tarmoq, ham qidiruv tizimi. Shuning uchun unda ham umumiy talablar, ham texnik talablar mavjud. Texnik xususiyatlarga quyidagilar kiradi. Kontent formatlari: MP4, MOV, MPEG, AVI, WMV, MP2 va MKV. Format 480p HD dan 4K gacha. Kadrlar tezligi soniyasiga 24 tadan 60 tagacha. Tomonlar nisbati 16 ga 9 yoki 4 ga 3. Bitrate 3 megabit sekunddan 8 megabit sekundgacha. Audio kodeklar AAC va MP3. Audio bitratelar 128 kilobit sekunddan 320 kilobit sekundgacha. Videoning maksimal hajmi 128 gigabayt. Videoning maksimal davomiyligi 12 soat. Video yuqori sifatli bo'lishi kerak. Roliklar foydali va ma'lumot beruvchi bo'lishi kerak. Kontent amaldagi qonunlarga zid bo'lmasligi kerak. YouTube 2025-yildagi trendlar. Kanalni tezroq va osonroq targ'ib qilish uchun shu yilgi trendlarga e'tibor qaratish lozim. Ko'p kamerali suratga olish, ya'ni rakurslarni alishtirish. Mini filmga o'xshash videolar tez-tez tavsiyaga chiqadi. Turli rakurslar, murakkab montaj, bir nechta kameradan olingan kadrlar tomoshabinlar orasida katta qiziqish uyg'otadi. Uzun roliklar. Platforma tomoshabinlarni uzoqroq ishlab turishni maqsad qiladi. Shuning uchun 15 daqiqadan uzun yuqori sifatli videolar, tavsiyalar va qidiruvda yuqori ustuvorlikka ega. YouTube Shorts. Qisqa vertikal videolar hamma tarmoqlarda mashhur. YouTube ham bundan mustasno emas. Bundan tashqari endi ularga havola qo'shish mumkin. Bu esa qisqa videodan to'liq roliklarga auditoriyani olib o'tishga yordam beradi. Ta'limga oid kontent. Tahliliy videolar, ekspertlarning chiqishlari va unboxing roliklari juda ko'p ko'rishlar yig'adi. Tutorial va mahorat darslari.
Oldin qanday edi, keyin qanday bo'ldi, o'zi qanday qilish kerak kabi formatdagi videolar mashhurlik reytingida hali ham topda turibdi. Kanal yaratishda nimalarga e'tibor berish kerak? Kanal tabiiy ko'rinishi va o'z o'rnini egallash uchun nafaqat kontentga, balki uning dizayniga ham e'tibor qaratish kerak. Aynan nimalarga e'tibor qaratish kerakligini hozir ko'rib chiqamiz. Birinchisi banner, ya'ni muqova. Bu tomoshabin ko'radigan birinchi narsa. Muqova yorqin va esda qolarli bo'lishi kerak. Unga brend nomi va logotip joylashgan bo'lishi kerak. Istasangiz shior qo'shishingiz ham mumkin. Ikkinchisi logotip. YouTube servisida brendini rivojlantirayotganlar uchun bu juda ham muhim element. Dumaloq yoki kvadrat belgi tomoshabinlarda brend, mahsulot yoki shaxs bilan bog'liq taassurotlarni uyg'otishi kerak. Tavsiya etilgan o'lcham 800 ga 800 piksel. Uchinchisi tavsif. Bu bo'limda biznes egasi haqida asosiy ma'lumotlarni ko'rsatish, shuningdek ijtimoiy tarmoqlar va hamkorlikka havolalarni qo'shish mumkin. Ushbu elementlar kanal vitrinasi hisoblanadi. Shu sababdan unga jiddiy e'tibor qaratish kerak. E'tiborni qanday ushlab qolish kerak? Tomoshabinlar videolarni qayta-qayta ko'rishlari, izoh qo'shishlari, do'stlarga ulashishlari va sevimlilarga qo'shishlari uchun quyidagilarga e'tibor berish kerak. Statika bo'lmasin. Roliklar dinamik bo'lishi kerak. Ma'nosiz va rivojlanishsiz uzun sahnalarni shunchaki o'tkazib yuborishadi. Eng yomoni esa videoni yopib, unga boshqa qaytmaslik. Keyingisi konsepsiya. Kanalda barcha videolar bitta g'oyada bog'langan bo'lishi kerak. Izchillik bo'lishi muhim. Qiziqtirish. Rolikning boshida, oxirida qiziq narsa bo'lishini va'da qilishning yomon tomoni yo'q. Hissiyotlar. Tomoshabin o'zini videoga aloqador his qilishi va uni yana ko'rishni xohlashi uchun unga his-tuyg'u va ishtirokchilik hissini berish kerak. Keyingisi moslashuv. Avval e'lon qilingan roliklarni tahlil qilish va kontentni maqsadli auditoriya ehtiyojlariga moslashtirish juda ham muhim. YouTube platformasida videoni qanday targ'ib qilish kerak? Rolikni suratga olib, uni platformaga joylashning o'zi yetarli emas. Uni imkon qadar ko'proq odam ko'rishi uchun targ'ib qilish kerak. Buning uchun video reklama va boshqa usullardan foydalaniladi. Quyida rolikni bepul targ'ib qilishning asosiy usullarini ko'rib chiqamiz. Birinchisi, shorts. Qisqa videolar muvaffaqiyatli kanalda albatta bo'lishi kerak. Ikkinchisi, faollikka chaqiriqlar. Rolik ssenariysida tomoshabinni harakatga undovchi chaqiriq bo'lishi kerak. Uchinchisi, shaxsiy imkoniyatlardan foydalanish. O'z videolaringizga like qo'yish, uni barcha ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalaringizga joylashtirish va linkni biriktirish va do'stlaringizdan faol bo'lishni so'rash yo'lingiz boshida qilishingiz bo'lgan eng birinchi qadamlar hisoblanadi. Eng to'g'ri yondashuv pullik va bepul targ'ibot usullarini birgalikda qo'llashdir. YouTube platformasida tavsiyalarga qanday tushish mumkin? Platformada trendlar bo'limi mavjud. U algoritmlar bilan birga ishlaydi va auditoriyaning rolik bilan aloqasini tahlil qiladi. Aynan shunday roliklarni suratga olish uchun quyidagilarni bajarishingiz kerak. Qiziqarli ssenariy yozish, ma'lumotlarni yaxshiroq qabul qilinishi uchun subtitrlar qo'shish, videolarni muntazam ravishda e'lon qilish, obunachilar bilan faol muloqot qilish, sarlavha, tavsif va teglarni optimallashtirish. Mos kontent yaratish uchun analitikani muntazam tekshirib borish. Va endi YouTube Shorts haqida gaplashamiz. YouTube Shorts bu qisqa, vertikal videolar. Aslida u TikTokka o'xshaydi, faqat YouTube ichida. Videoning davomiyligi maksimal 1 daqiqa, tomonlari nisbati esa 16 ga 9. Rolik nomi esa 100 ta belgidan oshmasligi kerak. E'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsa, rolik kichkina bo'lsa ham sifati yuqori bo'lishi kerak. Shortsni mashhur qilish uchun trendlarga amal qilish yoki ommabop ovoz berish usullaridan foydalanish kerak. Yana bir e'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsa, mualliflik huquqini buzmasligimiz kerak. Bu hamma turdagi kontentlarga aloqador.
Ommabop bo'lish uchun rolik tomoshabinlarda javob reaksiyasini uyg'otishi kerak. Eng ko'p ko'riladigan roliklar o'rtacha 15 soniya davom etadi. To'liq metrajli videolarni targ'ib qilish bo'yicha barcha tavsiyalar shorts uchun ham to'g'ri keladi. Mashhur bo'la oladigan rolikni yaratish uchun g'oyalar. Oldin qanday edi, keyin qanday bo'ldi? Unboxing. Mahsulotni ochish yoki unboxing. Mahsulot yoki xizmatga izoh. Kutgan edim, aslida qanday bo'ldi? Kanal strategiyasi doirasidagi ko'ngilochar, kulgili kontent. Motivatsion roliklar, layfhaklar, haqiqat va afsona. Endi natijalarni qanday tahlil qilish kerak? Analitikani kanalning maxsus bo'limidan topishingiz mumkin. Mobil ilovada bu video boshqaruvi tugmasi yonidagi kvadrat tugmada ko'rinadi. Kompyuterda esa YouTubening ijodiy studiyasi, ya'ni Creative Studio orqali kirish mumkin. Unga YouTube akkauntingiz orqali o'tish imkoniyati mavjud. Analitika bo'limida quyidagi ma'lumotlarni topish mumkin. Tomoshabin videoni qancha vaqt ko'rgani, so'nggi 60 daqiqa va 48 soat ichida ko'rishlar soni, trafik qayerdan kelgani, ya'ni tavsiyalar yoki qidiruv orqali, foydalanuvchilar haqidagi ma'lumotlar, ya'ni jins, yosh va tomoshabinlarning joylashuvi, ma'lum bir videoning umumiy ko'rishlar soniga nisbati, rolikdagi elementlarga bosilish soni, like, dislike va repostlar soni, qaysi videolar asosida remixlar va qisqa videolar yaratilayotgani, eng yaxshi translyatsiyalar va videolar. Xulosa qilib aytganda, kanal yaratish va uni rivojlantirishda eng muhimi sabrlilik va tizimlilik. Sifatli kontent, qiziqarli g'oya, muntazam nashrlar va natijani doimiy tahlil qilish albatta o'z samarasini beradi. Keyingi darsda ko'rishguncha